Salom do'stlar, bugun yana bitta Turkiyaning eng yaxshi universitetlaridan bittasi Anadolu universitetiga qabul ochildi va bu universitet haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoni oxirida sizlarga Anadolu universitetiga qanaqa qilib o'zingizlar hujjat topshirishingiz mumkin, shu narsani o'rgataman. Anadolu universiteti 1982-yildan beri o'zini faoliyatini yuritib keladigan davlat universitetlaridan bittasi hisoblanadi. Bu universitetda 4 millionga yaqin talaba aynan shu universitetni bitirishgan va diplomini qo'lga kiritishgan. Hozirgi kunda Anadolu universitetida 1 millionga yaqin talaba tahsil oladi. 2 millionga yaqin talaba onlayn ta'limida tahsil oladi. Degani Anadolu universitetini juda ham ko'pchilik odam tanlaydi va onlayn ta'lim bo'yicha Turkiyaning eng yaxshi universitetlaridan bittasi aynan Anadolu universiteti. Universitet kampusiga keladigan bo'lsak, Turkiyaning eng katta kampuslaridan bittasi aynan Anadolu universitetiga tegishli. Bu kampus ichida sizga kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Kinoteatr deysizmi, teatr deysizmi, kutubxona deysizmi, yotoqxona deysizmi, umuman hamma narsasiga ega, ya'ni sport zallari deysizmi, kampusdan chiqmasdan turib bemalol hayot kechirsangiz bo'ladi. Ya'ni shaharga chiqishingiz shart emas. Uning ustiga kampusga begona odamlar kiritilmaydi. Aynan singillarimiz, opalarimiz uchun juda ham mos kampusga ega bo'lgan universitetlardan bittasi. Universitet yaxshi tomonlariga o'tadigan bo'lsak, bu universitet arzon va sifatli ta'lim beradigan universitetlardan bittasi hisoblanadi. Ikkinchidan, bu universitetda onlayn ta'lim bor. Ya'ni siz O'zbekistonda turib, universitetda tahsil olishingiz mumkin bo'ladi onlayn ta'limda. Bundan tashqari, O'zbekistonda qaysidir universitetda o'qib turib, ikkinchi universitet sifatida Anadolu universitetiga onlayn ta'limga hujjatlaringizni topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Uchinchidan, shahri juda ham chiroyli, tabiati ham zo'r. Undan tashqari bu shaharda 3 ta davlat universiteti bo'lgani uchun juda ham ko'plab talabalar mavjud va bu shaharning ikkinchi nomi talabalar shahri hisoblanadi. Ya'ni sizni moslashib ketishingiz nisbatan boshqa shaharlarga qaraganda Eskishahirda osonroq bo'ladi. Moslashuvni yana ham osonlashtiradigan narsalardan bittasi bu Turkiy davlatlarning madaniyati. Ya'ni bilasizlar, Turkiya va O'zbekiston qardosh xalq hisoblanadi. Madaniyati ham juda ham bir-biriga yaqin va aynan shu sababli Anadolu bo'lganlarida bu madaniyat saqlanib qolgani sababli siz bemalol universitet, ya'ni shaharga moslashib keta olasiz. Albatta, bitta universitet yaxshi tomonlari bo'lganda, yomon taraflari ham bor. Anadolu universitetining yomon taraflaridan bittasi bu reytingi juda ham baland emas. Ya'ni to'g'rirog'i mingtaligiga kirmagan 1200 talikdagi universitetlardan hisoblanadi. Agarda siz uyingizga kelib, qo'shnilaringizga yoki qarindoshlaringizga bitirib kelganingizdan keyin "Men reytingi baland universitetda o'qidim" deb maqtanmoqchi bo'lsangiz, buni Anadolu universiteti bilan qila olmaysiz. Onlayn ta'limni yaxshi tomoni bo'lganidek, yomon taraflari ham bor. Ya'ni onlayn ta'limda 2 milliondan oshiq talaba o'qigani uchun sizni o'qituvchi nazorat qilishda sal qiynalishi mumkin. Agarda siz nazorat ostida yaxshi o'qib, nazorat qilinmagan holatda yaxshi o'qimasangiz, onlayn ta'limda yaxshi ilm ololmay qolishingiz mumkin. Universitetning 3-chi yomon taraflaridan bittasi bu tadqiqot imkoniyatlari, ya'ni tadqiqot imkoniyatlari biroz cheklangan. Agarda siz o'zingiz sohangizda yaxshi tadqiqotlar qilishni xohlasangiz, Anadolu universitetiga emas, Karabuk universitetiga hujjatlaringizni topshirganingiz ma'qulroq bo'ladi. Chunki Anadolu universiteti tadqiqot mavzusida biroz yaxshi hisoblanmaydi. Universitetning biz uchun yana bitta yaxshi tomoni bor. Bu rus tilida ta'lim olishingiz mumkin. Ya'ni rus tili va adabiyotini o'qimoqchi bo'lsangiz, Anadolu universitetida bu fakultet bor. Turkiyada juda ham kamlab universitetlarda aynan shu fakultetlar bor. Anadolu universiteti bu fakulteti bor bo'lgan eng yaxshi universitetlardan bittasi. Siz bemalol Anadolu universitetiga borib, rus tilida tahsil olishingiz mumkin bo'ladi. Kontrakt narxlariga keladigan bo'lsak, Anadolu universiteti ham boshqa davlat universitetlariga o'xshab kontrakt narxlarini $1000 dan boshlaydi. Ya'ni sizni o'zingizni tanlagan fakultetingizga qarab $1000 dan boshlab qimmatlashib ketaveradi. Bundan tashqari 2 yillik bakalavr yo'nalishi ham bor. Bu sal arzonroq yuradi. $800-700 ga ham Anadolu universitetida 2 yillik bakalavrda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va bu kontrakt narxlarini 2 ga bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Magistratura yo'nalishlarida esa $1200-1300 dan kontrakt narxlari boshlanadi. Agarda siz ta'lim sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, Anadolu universiteti siz uchun juda ham mos, fakultetlari bo'yicha eng yaxshi rivojlantirilgan ta'lim sohasi bo'ladi. Ya'ni Turkiyaning juda ham ko'plab universitetlarida
o'qituvchilar Anadolu universitetini bitirishgan. Endi sizga va'da berganim o'sha Anadolu universitetiga qanaqa qilib o'zingiz uyda kompyuter orqali hujjatingizni topshirishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Anadolu universitetiga o'zingiz hujjatlaringizni topshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda Anadolu universitetining saytiga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Agar qabul ochiq bo'lsa, aynan shu joyda Apply Now deb yozib qo'yilgan yozuv bo'ladi. Shu yozuvni ustiga bosganingizdan keyin sizda shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda siz ko'rishingiz mumkin qabullar qachongacha davom etishini. Pastroqga tushganingizda aynan shu havola orqali ariza topshirish sistemaga kirasiz. Agarda siz registratsiya qilmagan bo'lsangiz, pastdagi havolani bosib registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu joyiga o'zingizni Gmailingizni kiritasiz. Keyin sizga Gmail pochta keladi. U pochtadagi sistemga kirish kodi yozilgan bo'ladi. Bu kod orqali sistemga kirasiz. Men topshirib bo'lganim uchun sizlarda shu joyda bo'sh bo'ladi. Keyin birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni kiritasiz. Pasport turini tanlaysiz, seriyasini yozasiz, ism, familiyangiz, millatingiz, tug'ilgan kuningiz, ota-onangiz ism, familiyalari va adres ma'lumotlaringizni kiritib chiqasiz. Faqat har doim yaxshilab tekshirib olish esingizdan chiqmasin. Xatolarni tekshirib bo'lganingizdan keyin pastiga tushsanglar, aynan shu joyni belgilab saqlanib qilib olasizlar. Bo'ldi, shu bilan siz o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni saqlanib qilgan bo'lasiz. Keyingi bosqichda siz diplom baholaringizni kiritishingiz kerak. Diplom baholaringizni o'rtalamasini hisoblaysiz, aynan shu joyga yozasiz va pastida PDF holatida diplomingizni kiritasiz. Keyingi oynaga o'tganingizda siz fakultet tanlaysiz. Bu onlayn ta'lim uchun sizga bu hozir kerak emas. Siz offlayn ta'limga topshira olasiz. Offlayn ta'limda shu fakultetlardan 3 tasini tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan 3 tasini tanlagandan keyin shu tugma orqali buni saqlanib qilasiz. Men o'zi tanlab bo'lganim uchun bu menga kerak emas. Buni saqlanib qilganingizdan keyin boshvuru qog'ozini olish uchun shu oynaga o'tasiz. Bu oynada siz o'zingizning ma'lumotlaringiz kiritilgan boshvuru qog'ozini olasiz va shu bilan siz universitetga hujjatlaringizni topshirgan bo'lasiz va belgilangan kunda qabul xati chiqsa, bemalol universitetga borib hujjatlaringizni offlayn kesim qayd qildirishingiz mumkin bo'ladi va universitetga qabul qilinasiz.